Bitta zapravka bilan xudo xolasa trassada 700 kilometr dirs uradigan Cobalt avtomobilimiz tayyor bo'ldi. Super mega skidka narxida 3 million so'mga qilib berdik. Original jihozlari bilan 65 talik gaz balon maksimal darajada ichkariga kirgizib berildi. Uni qanday bilsangiz bo'ladi desangiz, gaz balonni va mana bu zapaska balonni joylashishini ko'rishingiz mumkin. Gaz zapaska balonni dashining narigi tarafida gaz balon joylashgan. Old qismiga polni original jihozlari bilan 4-paketini xo'p, ustanovka qilindi. Xo'p, zapchasimiz blok upravlения Alex Optima Pico blok upravlения Polshaniki. Ustanovka qilindi. Elektron sistema, map dатчик, suv dатчик, kulchatiligacha Polshaniki bo'ldi xolos. Farsunkamiz Valtek italyanskiy farsunka, reduktorimiz Atike Turetskiy reduktor bo'ldi. Har doimgidek programma, pрошивкалari hamma yo'g'i ichida qilib beriladi. Avtomat korobka bo'ladigan bo'lsa, programma, pрошивка, motor, korobka o'zini pultiga savatlagan. Xas ichida bo'ladi. Kimga shunday sifatli va tezkor xizmatlar kerak bo'lsa, pastonomga qoldiramiz. Aksiyamiz doirasida chegaralangan, foydalanib qoladigan joyi. Bu akalarimiz Andijondan tashrif buyurdi. Siz qayerdansiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Sizga qaysi avtomobilga metan yoki propan gaz ustanovkani narxi qiziq bo'lsa, kommentariyada bemalol yozishingiz mumkin. Biz sizga albatta javob yozib o'tamiz.